Ozgina sabr qilaylik dunyoda. Ozgina sabr qilsak Robbil Izzatning huzuriga borganda Alloh jalla va ala muborak bo'lsin deydi. Fani'ma bima sabartum udkhuluha bima sabartum udkhulul jannata bima sabartum fani'ma uqbador deydi. Xudo Qur'onda aytib turibdi. Kiring endi mana jannatga. Kiringlar, bu kirishingda sabr tufaylidan kirasizda. Dunyoda sabr qildinglar, mana endi sizlarga jannat deydiganga ozgina sabr qilaylik. Alloh hammamizga sabr bersin. Ozgina sabr qilaylik dunyoda. Ozgina sabr qilsak Robbil Izzatning huzuriga borganda Alloh jalla va ala muborak bo'lsin deydi. Fani'ma bima sabartum udkhuluha bima sabartum udkhulul jannata bima sabartum fani'ma uqbador deydi. Xudo Qur'onda aytib turibdi. Kiring endi mana jannatga. Kiringlar, bu kirishingda sabr tufaylidan kirasizda. Dunyoda sabr qildinglar, mana endi sizlarga jannat deydiganga ozgina sabr qilaylik. Alloh hammamizga sabr bersin.